aleyküm, assalomu alaykum, saxovatchilar va obunachilar, sog'-omonmisizlar? Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlarga proyektimizning ketib borajak yo'llarini ko'rgazib o'tsak-man. Diqqat bilan eshitamiz, hurmatli obunachilar. Hozir biza stalama turgan ko'pchilik insonlar bilishi kerak. Sherbekning o'rtasida bu yo'li, sentralniy yo'li ustida hurmatli obunachilar. Shundan biza ketdikina hurmatli obunachilar. Biz hozir Qazaris tarafdan Durba tarafga qarab ketib boramiz. Shuni yoddan chiqarmali. Xudo xolasa hozir eldimizdan svetofor chiqadi hurmatli obunachilar. Shu svetofordan o'tmay chapga ketamiz inshaalloh. Obunachilar şu eldimizde işte köpür çıkardı. Köpürden hep ötkendan keyin svetofor chiqadi xudo xolasa. Svetofordan o'tmay chapga kelamiz xudo xolasa. Yine yoddan chiqmas yine etajlardagi köpür bo'yina. Köpürde o'tganimizdan keyin bir 500-600 metrdan keyin svetofor chiqadi. Bu svetofor hurmatli obunachilar injinirini dorixona bo'yina ko'rib turganingiz injinining mashin saloni bo'yi eldimizda yana mashinalar turibdi injinining ko'pchilik insonlar biladi bu yerda. Shu svetofordan o'tmay xudo xolasa hozir chapga kelamiz yana svetofor hurmatli obunachilar. Çervek Şavat yoluna girdik hurmatli obunachilar. Vapurg'ulon mahallesine plakatı gördüğünüzde bundan geçkendan keyin аңырақта Çervek Şavat mahallesi degan plakatdan olib borib, shundan o'tmay chapga ketamiz. Hozir ichida yo'l ozgina yana znak ko'rib turganlaringiz ozgina yo'l o'zi qayriladi ozgina, lekin hech joy burilmaydi. Shu asfaltdan tushmay borasizlar. Eldimizde işte katta plakat var, Çervek Şavat mahallesi deyin. Şundan o'tmaysalardan chapga kelasizlar xudo xolasa. Yine hurmatli obunachilar, Çervek Şavat mahallesi degan plakat yanına gelip durduk. İşten chapga kelamiz inşallah xudo xolasa. O'tmaydi lekin. Bu yerdan xudo xolasa hurmatli obunachilar 100 metr yurgandan keyin o'ngga chapga yo'l bor hurmatli obunachilar. O'ngga chapga yo'l kelgandan keyin chapga qarab burilamiz ishidan. Uzaqa gitmesizlar, o'zi birinchi ko'cha o'ngga chapga chiqadi, chapga kelasizlar. O'shada yana chapga kelamiz. Yana o'ngga chapga yo'l chiqdi, yana o'ng, yana bu chap hurmatli obunachilar. Chap tarafdan so'ningizlar keyin. Chap tarafdan birinchi, ikkinchi, uchinchi joy yana bizning proyektimiz bo'ladi hurmatli obunachilar. Bemalol kelaverasizlar xudo joy to'yga. Proyektimize yetip geldik inşallah yine. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa proyektimize yetip geldik inşallah. Yangi girgan svetoforimizda hurmatli obunachilar, eğer Durba tarafdan keladigan bo'lsangizlar, o'ngga kelasizlar. Eğer hozir men tushuntirgan Qazariston tarafdan keladigan bo'lsangizlar, chapga kelasizlar. Yan tarafning yo'llari xudo xolasa yine videolarimizda bundan eldinchi syomkalarda joyga qo'yibman. Hurmatli obunachilar, bemalol yine ko'rib turganingizdek shu proyektda joy to'yini shuda bo'ladi yine xudo xolasa. Bu yerning nomi ko'pchilik insonlar bilmasa, mahallaning nomi G'ofurg'ulon mahallasi hurmatli obunachilar. Bemalol kelaverasizlar. Ustalar, assalomu alaykum. Hormat qaysizlar? Biz xudo xolasa bitta gap kina. Hurmatli obunachilar, eldini badruq qudurib qo'ydik buni. Inshaalloh bir yoni bitib yine ko'rganlaringizdan. O'sha tarafni ozgina ish qoldi yine. Xudo xolasa bitib boshladi yine.
İçan tarafa giradi olsa hurmatli obaçlar, Xudo xolasa bugün bir iki ustalar gelip işlep duruptu. Hurmatli obaçlar koldan gelgençeler. Ban içine gelipti. Hurmatli obaçlar yine görüp turgalarınız deyin. Bir de plitesini urup devam kıldırıp duruptular. Assalamu alaykum, hormat ağaçlar. Acayip bo'lib turgan, Xudo xolasa görüp turgalarınız deyin. Maşallah da bu kadar hurmatli obaçlar, görüp turgalarınız deyin. Banimizden bityadır. Xudo xolasa. Hem hurmatli obaçlar qaranglar. Bir de Spaniyamızın birisi bitti inşallah. Görüp turgalarınız yine kantellerinden vurdular bir çıraylatib. Bir fakat şükürke urup durup vadam üstüne kesin ursalar şu bilen Xudo xolasa bitedi bir. Görüp turgalarınız turbalar ham hurmatli obaçlar yine kraska masini kraskadan urup başladılar okartırıp. Yine bir sürü ursalar bir çırayla çıkardı. İki sürü masini kraska uradılar Xudo xolasa. Hazır birinci siroyu bu urdular. Endi Xudo xolasa yine ikinci siroyunu erten urada oldular. Bir gün kurup erten üstüne ursalar çırayla çıkardı dediler. Hem hurmatli obaçlar yine bir Spaniyamız doğru mu? Bir tarafta mehmonxonamizdan bitib turibdi hurmatli obaçlar. Berilgan gantellar urilgan yine görganlaringizda. Bir ham shu gap. Shukurka bilan faqat vadamisyonni kraskasini ursalar bo'ldi. Patolog ham hurmatli obaçlar chiroyli bitib turibdi. Hem hurmatli obaçlar kimda kim shu yerga bir lyustrab beraman desa mehmonxona bilan ikki Spaniyamizdan dim bir chiroyli chiqadi hurmatli obaçlar. Qalbingizda duyib qo'ygan insonlar bo'lsa bemalol kelib beraverasizlar. Görüp turgalarınızda bir hem yine turgalarına masini kraskasini bir sürü urup koyuptular hurmatli obaçlar. Xudo xolasa ikinci sürünü erten kurugandan uraman dediler. Hem hurmatli obaçlar yine bir gap. Bir hazır şükürge urmin durgan sebebi bir yine bu şifakortkesi hurmatli obaçlar görüp turgalarınızda 8 g'ori bor. Shuncha urmin duribdi. Xudo xolasa hali joy to'g'ridan uspet qilamiz. Xudo ko'rib qoladi inshaalloh Xudo xolasa. Şimdi iki kanamız bitti hurmatli obaçlar. Şimdi denizimizde gantini ursalar bir hem şükürke urup bir hem tayyor oladi. Bir hem şifakortkeler bitken hurmatli obaçlar. Fakat şükürke nesi kalgan. Yerimizden hurmatli obaçlar yine gantellerine başlayıp koştular yine. Xudo xolasa ustalar ben istiyorum ki Almanya'da şu an işe çıkıp duruptular. Yine birileri Xudo xolasa devam ettirip tuttular yine götürüyorlar gantellerini. Bir hem şu gap. Şükürkesine kıladılar fakat vadamisyonkeesine uğradılar. Bir hem hurmatli obaçlar yine Spaniyamızdan lüstrat veremeden inşallah olsa yine neler hayal tuttu lüstra onları bir olarak gelip berabersiler. Başka nesneler hurmatli obaçlar hazırlıkça bitip duruptu. Fakat şu motorunda uspet kılıbırsak gibi oldu hurmatli obaçlar. Bir yan piçer duranlar için bitti kurduk Xudo xolasa erten bir kraskasını başlaydılar hurmatli obaçlar. Bir şükür kilolar erten kraskasını başlaydılar. İki kanamızı bir mamur sola çünkü bir de hem piçer tutmuz hem atak enerji yaptık hurmatli obaçlar. Bir bölgenin yine atak enerji bir sürü kraskasını urup koydular hurmatli obaçlar yine. Hem hurmatli obaçlar yine ihsan taşattan insanlara Allah razı olsun barchasidan. Xudo xolasa endi bu yerdan hurmatli obaçlar Xudo xolasa 5-chi chisloga to'y belgilab inşallah. Kimda kim şöyle xarajat kelaman desa, bemalol akkelamadilar. Hurmatli obaçlar hozir Bag'atdan bir xotinlarimiz kelib ketdi. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Ko'pachali takak kelibdilar. Bitta piyoz, bitta kartishka shu produkt kelibdilar. Lekin hurmatli obaçlar bir inson aytgani bilan bir ishimiz bitib qolmaydi. Ko'pchilik bilan inshaalloh Xudo xolasa joy to'yimizda hurmatli obaçlar dim ko'p inson kelajak. Shuning uchun qo'ldan kelgancha qo'llab podishga tursanızlar inshaalloh biz chiroyli qilib shu sumak saylarimizni o'tirish niyatimiz bor. Chunki hurmatli obaçlar proyektimizda bir 4-5 ta hobs yo'qdir. Hem dim ko'p yerda odam yo'qdir hurmatli obaçlar. Endi bir ishga ustak ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bir bo'lgan tarafda ustak ko'rsa zakaz qilamiz. Inshaalloh shu yerda chiroyli qilib sumak saylar qilamiz. Bu albatta esda qoladigan birinci bir nodesam bo'ladi. Odamning ko'nglini bir hamma vaqtda bir ko'rgan vaqtida ko'nglini ko'taradigan darajadagi joy to'g'rilib o'tadi Xudo xolasa. Hurmatli obaçlar esdalik bo'lib qoladi hammamizdan, barchamizdan. Inshaalloh hammangizni kutaman hurmatli obaçlar. Kelaverasizlar Xudo xolasa. Chunki endi bu proyektimiz bir sumalak seriyaga to'g'ri kelib qoldi. Bahor faslida to'g'ri kelib qoldi. Hurmatli obaçlar bu albatta o'zingiz yaxshi bilasiz. Bahor fasli bir odamlarning bir yosharadigan bir chiroyli bir fasldan bu. Yani qisqasi bir nodazam bo'ladi. Ko'ngli pok insonlar bilan hazat bir o'tiradigan bir joy qo'yiladi Xudo xolasa. Alloh rozi olsun barchangizdan hurmatli obaçlar. Esa esdan chiqmasin, like'larni bosib, yaxshi kommentariy yozish esdan chiqmasin. Xudo xolasa mashallah deb qo'ysanizlar, juda duo qilib tursanizlar, proyektimiz Xudo xolasa bundan ham chiroy ochadi. Inshaalloh ko'p narsalar qo'yilmadi deb turib hurmatli obaçlar. Qo'yilgandan keyin sizlar shu joy to'g'riga kelsangizlar, shuningdek ko'zingiz quvontiradigan o'zgarishlar ko'rasizlar. İnşallah Xudo xolasa şu havas qilgan insonlarga inshaalloh shunchaki joylar buyursin barchangizga. Meni niyatim
Şu joy inşallah üçüncü joylarına Allah Teala egemimiz yetirecek. Bir çıroyli adam için ne kadar joy çıktı bundan arkadaşlar. Geçen gün de dua havada kula kalasa. Allah razı olsun betengizler. Bundan arkadaşlar kula kalasa koldan gelen şöyle yaşlı insanlar, insansıyla insanlar demek koysanızda kula kalasa can tarafı joy koyuyor. Fakat eşten çıkarmayıp böyle joy koyuyor bir yer koyduk. İnşallah ben tarafına yine yolları görgezi koydum bundan var. Kimdir gerek şöyle koldan gençler prodüksiyonu ekkeleden olsa bir malın ekkele verirse o telefon bir de tutup alıp duasını kılıp verdi. İnşallah kuda kalasa joy toyumuzdan yoş insanlar şöyle buladı. Geçti bir iftarlı kılıp vermiş bunlar. Allah'ın onlara dua kılıp verdi. Berçeniz Allah razı olsun. Sağ olun. Yaxşı insanlar fakat bu işi çıkmadı. Sağ olun.